Tak, Cherry Yeti Pro mashinamizni korobkasini yog'lanib to'kamiz. 40 ming yurgan. Mashina 40 ming yurgan. Tak, birinchi zaminasi bu. Korobkamiz variator. Tak, birinchi zaminada qiladigan ishlarimiz 5 litr yog' solamiz. Mana bu kichkina filtrchani zamina qilamiz. Yana 30-40 ming yurib kelgandan keyin katta filtr ham zamina bo'ladi. O'zi ikkinchi marta zaminasida. Tak, mana korobka filtri. Tak, mana motor Sveti F yog'idan solamiz и korobkani mana filtr охлаждаешь. Всё. Har 30 ming 40 mingda alishtirsa bo'ladi motor firmasi yog'ini.